Registonda nima gaplar? Bizda yangi rubrika maktabimizda hamda Litseyimizda bo'layotgan yangiliklarni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Qani unda ketdik. Fevral oyi Registon o'quvchilari uchun juda ham qiziqarli boshlandi. O'tgan hafta yuqori sinflar uchun Dilafruz Hidoyatova tomonidan qiziqarli va foydali bo'lgan trening bo'lib o'tdi. Bu treningda o'quvchilar olgan bilimlarni amalda ham sinab ko'rdilar va o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotni oldilar. Dushanba kuni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda matematika, ingliz tili fanlaridan o'tkazilgan imtihonlardan yuqori natijalarga erishgan o'quvchilarga stipendiyalar topshirildi. Registon o'quvchilari uchun yozgi ta'til maroqli o'tkazish uchun Amerikaga sayohat reja qilindi. Bu 14 kunlik sayohatda o'quvchilar nafaqat AQShning chiroyli joylarini ko'rishadi, balki ular dunyo tan olgan universitetlarda bo'lishadi va u yerda ta'lim olishadi. 3-sinfdan 6-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar o'rtasida Navoiyga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Tadbirda o'quvchilar buyuk mutafakkir hayoti va ijodi haqida o'z bilimlarini namoyish etdilar. Registon o'quvchilari tomonidan IT fani bo'yicha ochiq dars bo'lib o'tdi. Bu ochiq darsimizda litseyimiz mudirasi ham qatnashdilar. Ochiq darsda o'quvchilar faol qatnashib, o'z bilimlarini o'qituvchilariga ko'rsatib bera oldilar. ITdan 8-sinflar o'rtasida zakovat intellektual bellashuvi bo'lib o'tdi. Musobaqa qizg'in bahslarga boy bo'lib, o'quvchilar o'z bilim va mantiqiy fikrlashlarini namoyon qildilar. 10 va 11-sinflar uchun Westminster universitetiga kichik ekskursiya bo'ldi. Bu ekskursiyada o'quvchilar o'zlariga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni oldilar va o'z fikrlari bilan bo'lishdilar. Yanvar oyida o'tkazilgan matematika fan olimpiadasi g'oliblari Xalqaro al-Xorazmiy olimpiadasining tuman bosqichida ishtirok etib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Yangi rubrikamiz sizlarga yoqdimi? O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring Va bizni kuzatishda davom eting.